bugungi raqamli davrda san'at yoshlarni salbiy axborot ta'siridan himoya qila oladimi? Yaxshi rassomlar ham bor, lekin yengil asar yaratadigan, mazmunsiz, yengil-yelpi asarlar ham ko'payib ketyapti. Ma'nosi ham yo'q. Bu yerda did, keyin o'sha boyga fokus yoki odamni tarbiyalaydigan yoki bo'lmasa odamga bir yaxshi his-hayajon, yaxshilikka yetaklaydigan narsalar yo'q. Hammasi asarlar yengil bo'lib qolgan. Ilgari paytda ko'rganmiz, mayli dunyoni muzeylarini ham ko'rdik. Juda ham yaxshi, chuqur mavzularda ishlangan, mahorat bilan ishlangan kartinalar ko'rdik. Bu narsa hozir kamayib, ozgina shu yengil-yelpi bo'lib ketayotganga o'xshayapti yosh rassomlarning ichida. Oldin bilasizmi, mana Rahim Ahmedovning ona uylari bitta kartinani shunday ko'rganda biz ta'sirlanardik, sababi onani g'amgin holatini ko'rardik-da. Bugungi kunda mana shunaqa asarlar yaratilyaptimi, yo'qmi? Ustozim bu ona o'ylari degan kartinani ishlayotgan paytda o'zlarining talabalariga qo'yib bergan tog'dek Xumsonda qo'yib berilgan postanovka bo'lgan ishlash uchun hamma bolalar cho'milishga u yoqqa bu yoqqa ketgan paytda Rahim Ahmedov shu onani o'tirib o'zlari ishlaganlar. Suhbat davrida eri ikkita o'g'li urushda yo'q bo'lib ketgan ekan. Boyga ishlayotgan paytlarida bu ayollar sostoyaniyasiga qarab, o'sha holati boshqasini kuchaytirib haqiqiy asarga aylanib ketgan. Agar to'g'ridan to'g'ri o'tirib, "Ha, siz ishlayman, onaxon" deb mamlaqa emas. Boyga ayollar shuncha gapirib berayotgan narsalari, "Men hali ham men uchun tirik, men o'sha erimni ham, shu ikkita farzandimni ham hozirgacha kutyapman. Men uchun ular tirik" deb o'sha ko'zini turishi, qo'llarini nimasi, hammasini shuna yana ham kuchayib ketgan. Rahim Ahmedovning shu asarini juda katta asar. Motamsaro onani haykalini etilgan paytda o'rnatish uchun ko'p variantlar ko'rsatishganda o'sha Islom Karimov aytganki, shu rassom Rahim Ahmedov ona o'ylarini bir ko'rib kelinglar muzeydan. Keyin bunga qo'l uringlar deganda, qarang, shu odam ham bilib boshqa qilib Rahim Ahmedov ona o'ylari asarlarini bir borib yaxshilab olib ko'rib, keyin men aytayotgan narsani qilinglar degan. Qarang, o'sha prezident ham nazariga tushgan, boshqasiga ham tushgan, qarang. Haqiqatan menki bu kamera uchun emas, boshqa uchun emasda, lekinchi shundan keyin prezident apparatidan bu anaqasida yozish kerak emas. O'shanda Rahim Ahmedov aytganki, "Meni asarimga Islom Karimov anaqa shuncha anaqasiga men hayron qoldim" debdi anaqasi. Shunda kopiyasini o'sha prezident apparatiga sovg'a qilish uchun biz kopiya qilganmiz o'shani. O'sha Rahim Ahmedov ustaxonasi muzeydan olib kelib kopiya qilganmiz. O'sha kopiya payti siz aytgan boyga ona o'ylarini haqiqiy nima deb ushlab ko'rish, yonma-yon turib o'shani nusxa ko'chirish va shu nima deydi, juda mazza qilingan narsada. Rahim Ahmedov treyler o'zlarining ustaxonasida ko'chirganmiz. Shunaqa narsalar bo'lgan. Nima muhimroq? Asarning tijoriy qiymatimi yo ma'naviy qiymatimi? Ma'naviy qiymati bo'lishi kerak. Bu tijorat, uni sotish uchun kimgadir sovg'a qilishdi. Bu narsalar hammasi yengil-yelpi, yuzaki asar bo'lib qoladi. Odam birinchi navbatda o'zi qoniqish kerak, o'zini dardini kuylashda o'zi ko'ngli to'lish kerak. Bu tijoratni o'ylasa, boshqa qilsa bu asar bo'lmaydi. 200 yildan keyin Danayi ham bor, Bludnitsin ham, boshqa dunyoni eng shedevr ishlari qilsa. O'sha paytda hech kim bir tinga olmagan, kimlardir uyda yotgan, boshqa qilgan. Bu o'sha yurakdan yozilgan narsalar, o'ta tijorat to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas. Shuning bu agar tijorat tomonini o'ylasa, boshqa o'sha mablag' o'ylaydigan bo'lsa, u yurakdan chiqadigan bir yaxshi asar bo'lmaydi. Yuzaki bo'lib qoladi bu masala. Haqiqiy san'at pul uchun yaratiladimi yoki inson qalbi uchun yaratiladimi? Insonning qalbi uchun. Bu ko'ngil ishi, ko'ngilli ish. Bu yerda tijorat, pul o'ylagan narsalar bu nima deydi? Yaxshi
asar bo'ladigan narsa emas. Bu ko'ngilli ishi, ko'ngilli dard, ko'ngil, lekin o'zini his hayajonlari bilan bog'langan narsa bu. Nima deydi, uni pulga chaqadigan narsa emas bular. Vaqt soatini o'zini qadrini topsa, u katta gap. Ataylar pul uchun qiladigan narsalar fotodan bittasini formada turgan yoki bo'lmasam bir otasini portretini ishlatgani keladi, boshqalarni men u narsani qilmayman ham. O'tib to'g'ridan to'g'ri o'xshatib bersangiz bo'ldi, u asar ham emas, boshqa emas, shu fotodan fotoga o'xshatib ko'chirib berish, u o'ta his hayajoni yo'q, boyga narsalar yo'q. Ilgari paytda o'sha bir ikkita portret qilardik, ataylab o'sha mayli o'sha otasini portretini, yuzlari, mo'ylovlari qandoq, ko'zlari g'amginligi, boshqa. Конечно, bu albatta bu ataylar bu pul uchun ishlangan narsa, bu nima deydi, jiddiy asar deyilmaydi. Yengil-yelpi bo'lib qoladi bari. Ustoz rassomning eng katta yutug'i sotilgan asarlarimi yoki uning shogirdlar sonidami? Shogirdlarni ataylab sonini ko'paytirishda emas. Menda 100 ta shogirdim bor. Mana 45 yildan beri 100 ta shogirdim chiqadi, unaqa bo'lmaydi. Haqiqiy shogirdlar kam bo'ladi. Keyin yana bitta yutug'i desa agar, masalan, chet ellarda yurgan paytimda yoki bo'lsam dunyoni ko'p nima deydi, juda katta, ko'zga ko'ringan muzeylardan, o'sha Mark Datrino muzeyida 3 ta ishim bu necha pulga sotilib olganini men esimda ham yo'q, lekin asarim shunaqa joyda turibdi. Men oldin men bu narsani o'ylamadim. Ha, Mark Datrino muzeyida. Keyinchalik o'sha joyga katalogini qarasam, dunyoni larzaga keltirgan rassomlarning asarlari ham o'sha yerda turibdi. O'zbekiston keyin kallamga yetdi, 2 yil o'tgandan keyin Mark Datrino muzeyiga uncha-muncha tushmaydi o'tgan. O'sha yerda 3 ta ishim turibdi. Men o'shandan xursandman. Mana hozir Olmatani Kasteyev muzeyi deb ishim turibdi. O'ta pulida emas, o'sha muzeylarda turishi katta gap. Mana Bolgariyaning qancha muzeylarida turibdi. Keyin mana Moskvada bor. Tretsekov galereyasida bitta ishim tushib qolgan, o'sha sobiq SSR paytida o'sha borgan joylarda, boshqasida ishlaringiz turishi. Kimlarni shogird deb bilasiz bugungi mana yosh rassomlardan? Shogirdlarim deya olasiz. Shogirdlarim hozir ko'p, lekin juda ham unaqa ko'p bo'lmaydi, juda sanoqli bo'ladi. Mana shu Sardor Erkinov bor. Xursand bo'ladigan tomonimki, menga o'xshamagan, u ajoyib maktabni, akademik maktabni o'tab, o'z yo'lini topgan. Mayli o'taman bu Erik bor, Kulmanov ham bor. Lekin yana qancha hozir bitirib hozir yonma-yon ijod qilayotgan, yana yonimda institutda dars ham berayotgan nimalarimiz juda ham ko'p. Mana boyga Boboqulov ham o'sha paytida nima qildi, hozir chiroyli manzara asarlarining yaxshi ustasi bo'lib qoldi. Lekin hozir mana Qashqadaryoda bor, yana ko'pchiligi bor. Oldin Maksim Voronov degan nima bor, hozir Rossiyaning eng ko'zga ko'ringan katta rassomlaridan bor. Hozir eslasam, bundoq qarasa Izraelda bor, Amerikada bor. Ko'pchiligi mana yonimizda, o'zbek bolalari yonimizda nima qilishyapti hozir. Doston, mana Qashqadaryolik bor, katta asarlarni yaratib, meni xursand qilib turibdi hozir. Keyin mana shu G'eylon degan qishlog'i bor, o'sha yerga menga intilib, qiziq narsa borki, men chizib o'tirsam, bitta kichkinagina bola keldida, meni anaqani ko'rdi. Men oppoq narsa rekaga tortilgan, boshqa vaqtda reka, yashin rekasini bunday qirqib, 4 ta qilib bir-biriga boylagan ip bilan to'rtburchak qilgan, bo'zni olib kelib, tikib chiqibdi, mana bunaqasiga aylantirib tikib chiqibdi. Oldimda o'tiribdi. Grunt qilish kerak, boshqa qilish kerak. Inakin o'sha yerda o'chog'i oldimda, men ham yaxshiroq qilib berdimda, inakin o'choqdan bunda chala yongan bo'ladi-yu, pista ko'mir. O'shani oldimda mana bunaqasiga o'ylarini, motivlarini mana bunaqa eshak ketayotganini qilsam, raza xursand bo'lib ketdi. Sen lattaga ishlamagan, menikiga qarab turib xolisga intilmagan, sen qog'ozga chizishni o'rgangin.
qiziqib yurib mana keldi. Benkov nomli texnikumni bitirdi. Jamshid degan bola. O'tdan keyin institutga keldi. Meni ustaxonamda o'qidi. Hozirgi paytda juda o'sha g'ilonlik 5 ta 6 ta bolalar bor. Yaxshi, nima eng hozir yaxshi ijodda ketayotgan g'ilonli bolalar bor. O'sha g'ilonga borib yurganimda o'sha ozgina samarasi ham bo'ldiki, hali o'ta ochilmagan buloq, ochilmagan ko'zlar mana shunaqa yaxshi rassomlar nima qildi. Mana hozir Sunnat degan bir shogirdimiz bor. Ijodi ham yaxshi, tarbiyasi ham zo'r. Qarang qanaqa. Bir xil shunaqa shogirdlarimiz ko'p. O'sha g'ilondan chiqqan bir 7 tacha rassom bo'ldi. O'sha ijodi ham yoqyapti. Birinchi menga qarab menga o'xshab qoluvdi. Men ozgina nasihat qilib, o'zingni darding, o'zingni dunyoying bo'lsin, o'zingni mavzuing bo'lsin desa, sekin asosiy mahoratni oldi. Akademik maktabda o'qidi. Hozir juda ham chiroyli asarlar yaratyapti. Ko'rgazmalarda ko'rib boshqa qilib tabriklab qo'yaman, nima qilib qo'yamanda. Usta baribir ustoz bo'lgandan keyin ozgina rag'batlantirib ham qo'yish kerak. Agar hayotingizning barcha tajribasini bitta polotnoga tushirish kerak degan bir g'oya paydo bo'lsa, qanday u asar bo'lardi? Sizni fikringiz? Shuncha yillik ijodiy tajribadan kelib chiqib, albatta. Qiyin masala, masalan, menda O'zbekiston industrialni, lekin ov mavzulari bor. Yana lekin o'sha g'ilonga bag'ishlangan nimalar bor. Mana mavzular. Lekin meni o'ylab yurgan bitta narsam bo'ldi-da shu. Hozir savolingiz nima deydi? Yoshim ham katta bo'lib qoldi, shuncha ijod qildik, boshqa qildik. Lekin bitta ataylar shoh asari yaratilmaydi, balki o'sha shoh asarim bo'lgandir u. Lekin siz aytgandek shuncha tajriba bilan, mavzular bilan, mahoratlar bilan bitta shu yaxshi bitta mujassam qilib bitta asar yozish to'g'risida anchadan beri men qiynab yurgan narsa bor. Uni ham eskizini ham qilib qo'yganman. Hozir eskizini ham gapirmayman, ko'rsatmayman, bo'lmasam nima deydi? U chiqmaydi, men o'zim bilaman narsani. O'shaning uchun shu to'g'risida ish ketyapti hozir. Bugungi tezkor dunyoda sukut va mushohada san'at uchun qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Bu-chi, mana shunaqa narsaki, agar hamma yugurib ketayotgan bo'lsa, hammasi tezkor bo'layotgan bo'lsa, hammasi tezlashib ketgan bo'lsa ham, odamlarning o'zini xarakterida har xil nimalar bor. Bir xillar o'zi vazminroq bo'ladi, bir xillar agar ko'p kitob o'qigan bo'lsa, san'atga yurakdan berilgan bo'lsa, yugurib modani ketdan chopmaydi. O'zini dardini, o'zini mavzusini yoritib, shoshmasdan boraveradi. U qaysidir toifadagi odamlar juda tezlashadi, boshqa qiladi. Mayli texnikada bo'lsin, boshqa bo'lsin, badiiy asarda fikr bo'lish kerak, mazmun bo'lish kerak, mahorat bo'lish kerak-da. Unga bu modani ketdan chopadigan narsa emas bu. Muhammadyor aka, bugungi kunda o'zi tasviriy san'at kerak deb o'ylaysizmi? Mana galereyada juda ko'p ko'rgazmalar bo'ladi. Lekin mana shu muhimmi hayotda, nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz, mana 50 yillik tajribangiz asosida gapirib bersangiz. Bu tasviriy san'at bu moda emas, tijorat emas. Bu narsa shunaqa, meni o'zimdan bo'lganki, rassomchilik sohasi kerakmi, kerak emasmi emas. Kerak emas degan paytda ham odamlarning o'zini xarakteridan, yashash sharoitidan, fikrlashidan, boshqasidan tasviriy san'atgacha o'zi ehtiyoj paydo bo'lib qoladi. Buni ataylar majburlab rassom qilib bo'lmaydi. Rassomchilik sohasiga kirgin deb otasi olib kirib qo'ygandan keyin ham 1 yil, 2 yildan keyin o'zi qochib ketadi. Shuning uchun meni o'zimda yoshligimdan qarab turardim, mana shu biz o'sha Yangiyo'l rayonining balandpast joylarida katta bo'lganmiz to'g'lim. Kechqurun ertalab azonda hamma qo'y-qo'zilarni dalaga olib chiqib ketishyapti. Ertalab kolxozchilar traktor nima deydi, pritsepini ustiga yarim ochilgan, yarim odamlar ishga olib ketyapti. Kechqurungi paytdagi mollarning qaytishi, kun botishi, kechqurun paytidagi o'choqdagi tutunlar osmonga ketmasdan mana bunaqa bo'lib qoladi. Ko'rinishlar, odamlarning qishloqning hayoti
sekin sekin mani o'zimda nima bo'lganki, men o'zimcha rasm chizib yurganman. Keyinchalik men o'yladimki, bu rassomga o'xshab qoldi, bu rassomga o'xshab qoldi. Keyin meni ataylab bitta rassomni topishdi, uzoq qarindoshimiz ekan. Menga yo'l yo'riq ko'rsatib boshqa qildi. Boyga qiziqishlarimni boshqasini uyg'otib nima qildi? Bu rassomchilik hozir kerak emas deb bo'lmaydi. Kerak emas degan paytingizda ham o'tdan betdan o'zi tug'ilib ehtiyoji bilan keladigan narsalar bor. Hamma rassomchilikka o'qisin yo bir narsaga o'qisin degan narsa yo'q. Bu hayotiy narsalar qanaqadir bitta paytda pastroq bo'lishi mumkin. Qaysidir paytda yana bir ko'tarilgan davr bo'lishi mumkin bu narsani. Bu rassomlar ko'paysin deb emas. Masalan, juda ko'p shogirdlar chiqazganmiz, hammasi ham rassom bo'lavermaydi. 1 yilda, 2 yilda shu bitta yarimta ijodkor chiqsa ham o'sha juda katta yutuq bu. Ular nima deydi, bekorga umri o'tdimi? Yo'q. Qanaqadir katta ijodga chiqmasa ham katta maktabga o'tagan, dars berishi mumkin, shu sohada boshqa narsalar qilish mumkin. Haqiqiy ijodkor har kuni tug'ilavermaydi. Muhammad aka, sizga agar baxt rangini chizib bering desa, nimani ishlagan bo'lardingiz? Qanday u rang? Bitta baxtda nimasi borki, bunichi bitta qizil rang bor. Buni qizil deyilmaydi. Bizda angliskiy krasniy degan narsa bor-da. Boyiga rosta kamiga qizil bayroq bo'lib qoladigan bo'lsa, u bo'lmaydi. Men o'zim yaxshi ko'radigan bitta shu qizil bir xilga ko'p rassomlar hamma biladi, angliskiy krasniy deb aytadigan narsalar bor. Ilgarigi klassik Yevropa san'atida katta nimasi ham o'sha qizil narsani qarasachi, bizanikida qizil bayroqqa o'xshagan qizil narsa u yerda yo'q. Eng qizili boyga angliskiy krasniy. O'sha angliskiy krasniydan ozgina belgilar bilan bu rumyaniy narsalar ham to'pli narsaga bitta rangni ishlatayotgan paytingizda ozgina qo'shib to'pliroqqa ketish kerak, xolodniy narsa, o'sha issig'iga, sovug'iga. Men o'shani yaxshi ko'rishim shunda. Bu qizil bayroqdagi qizil emas u. U boshqacha qizil bor. Uni odamni tanasiga ham nimadir qo'shsa, odamni tanasiga ham jivoylashadi. Boshqa narsasi bor buni. Muhammad aka, ijod qilishingiz uchun qanday sharoit sizga muhimroq? Musiqa ohanglari sadosidami yoki sukunat asosidami? Ikkalasi ham kerak. Va bir xilgi joylari borki, o'zingiz bilan o'zingiz bo'lib olishingiz kerak, sukunat ham kerak. Qanaqadir va yoqimli muzika bilasizmi? Yaxshi, shunaqa yaxshi muzikalar borki, bu sizni fikrlash animayizni juda kengaytiradi. Chuqurlarga ketasiz. Yana kengroq, hamroqda fikrni yurita olasiz. Bu muzika bo'lsa. 20 yoshli rassomlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Agar shu sohani tanlagan bo'lsa, bo'laman desa, mana shu o'zi 1-kurs, 2-kursdan boshlab bilinadi. Jiddiy qarashini, ota-onasini qistov bilan o'qishni boshladimi. Lekin rassom bo'layotgan yoshlarga meni nimam, birinchidan erinchoq bo'lish kerak emas, mehnatkash bo'lish kerak. Lekin Shuhrat Abbosov aytgan edilar, ijodkor qiyinchilikni ko'rgan bo'lish kerak. O'zlari qiyinchilikni ko'rganlarda o'shaning uchun. Mana jiya qiyinchilikni ko'rmasa ham mehnatkash bo'lish kerak. Nima deydi? Ko'p o'qish kerak. Bu mashichi, bu modaga kirib qoldi. O'qish kerak. Yo'q, o'sha mayli. O'sha klassiklarimiz ham Abdulla Qodiriy ham bo'lsin, mayli Said Ahmadniki bo'lsin, boshqalar ham bo'lsin. Chingiz Aytmatovni men juda ko'p nima qilaman, kitoblari ham turibdi. Juda o'shaning uchun ham Chingiz Aytmatov qarang, qancha chet davlatlar o'shani kinoga olgan, qancha plaha. O'shaning uchun yosh rassomlarga aytadigan muzikani ham yaxshi ko'r. Kitobni yaxshi ko'r, she'riyatni bil. Hech bo'lmasa bitta chalg'u asbobini chalish bil. Rubobmi, gitarami, bir xil nimalar bor. Menda oldin bitta qobiz bo'lardi, Qoraqalpoqlarda bo'ladigan qobiz bor. Menda bitta asarimda o'sha qobiz chalayotgan cholam bor. O'sha men ustaxonamga kelib qolgan. Zerikkan paytda hozir menda yomon chiqadi, o'ta bir chiroyli ohang bilan mazza qilib o'tiramiz. Bu yerda qolib ketgan, keyin olib borib berganman-da. O'sha qobiz degan narsa bor. Qoraqalpoqlarda bo'ladi-yu. Shunaqa agar bo'laman desa, yaxshilab nima deydi?
kuzatishni bilish kerak. Bozorlarni qara, mol bozorlarini qaragin. Mol bozorlarining ichidagi savdo sotiqlar, kelisha olmayotgan narsalar, boshqa qo'y bozori, ot bozori, boshqa hamma narsa go'zal narsani kuzatishni bilish kerak. Hali ko'p kerak bo'ladi bu narsalar. Qiziqish kerak bu. Bu sohaga qiziqish kerak. Hayotda o'nqir-cho'nqirlarni ham ko'rish kerak. Muhammad aka, hozir mana fursatdan foydalanib aytdingizki, adabiyotni sevish kerak dedingiz. Shu fursatdan foydalanib O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Saidning adabiyot haqidagi she'rlari yodimga keldi. Inson bu dunyoda abadiyotdir. Goh oboddir, goh barboddir. Goh xastan ham past, goh tog'day baland. Bularning hammasi adabiyotdir degan she'rlari juda ham menga yoqadi. Mana shuni hamma yoshlarga aytgan bo'lar edim. Ustoz, sizni ijodiy ishlaringizga omad tilayman, parvoz tilayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Katta rahmat. Sizlarga ijodiy muvaffaqiyat. Omon bo'linglar. Rassomning ko'p yillik samarali ijodiy va pedagogik faoliyati davlatimiz tomonidan ham munosib e'tirof etildi. U 2007-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, 2015-yilda O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi faxriy unvonlari bilan taqdirlandi. 2019-yilda esa unga professor ilmiy unvoni berildi. Rassomning asarlari O'zbekiston Davlat san'at muzeyi, Sovetskiy nomidagi Qoraqalpog'iston Davlat san'at muzeyi, Kosteyev nomidagi Qozog'iston Davlat san'at muzeyi, Moskvadagi Tretyakov Davlat galereyasi, Italiyaning Turin shahridagi Mark Datrino muzeyi kabi nufuzli muzey va galereyalardan munosib o'rin olgan. Shuningdek, rassom asarlari dunyoning turli mamlakatlaridagi davlat va shaxsiy kolleksiyalarni ham bezab turibdi.